ne? Yo'q, qornim och. Uyda ovqat qilib qo'yganman, uyga borib ovqatlanamiz. Bo'lmasa ajrashaman. Obbo, umrimni yeding desan ajrashaman deb. Bo'pti, yur kel. Adasi qarang, shuncha ayollik kosmetika olib yotdi. Menga ham olib berasizmi yo'qmi? O'tgan kuni olib berdim, Adolat. Bo'lmasa ajrashaman. Obbo, bo'pti, yur, Xudo xayringni bersin. Va nimaga termilib turibsan? O'tir. Dadasi qarang, Lexusda gilamlar bor ekan, hammasi iltimos olib berasiz. Voydod, olib bermayman. Bo'lmasa ajrashaman. Voy dadasi qarang, asl Turkiya gilamlari 600 mingdan sotilgan ekan. Endi 300 ming ekan kvadrat metr. Olaylik. Boshqa joyni ko'raylik, balki arzonrog'i bordir. Yo'q dadasi, boshqa joydan xuddi shu gilamni, xuddi shu sifatda arzonroq topsa, shunda tekinga berib yuborishar ekan. Olib bermayman. Bo'lmasa ajrashaman. Voy dadasi qarang, asl Eron gilamlari 1200 taroqliga 35 dollardan, 1,5 ming taroqliga 40 dollardan ekan. Bundan arzon topa olmaysiz. Olib bering. Olib bermayman. Bo'lmasa ajrashaman. Voy dadasi qarang, mana buni puli ham. Hey, Adolat. Bilaman, Lexus do'koni birinchi qo'l eng hamyonbop ekan, eng sifatligi. Bundan arzon joyi yo'q ekan. Lekin baribir olib bermayman. Bo'lmasa ajrashaman. Ajrashsang, ajrashaver. Voy rostdan ajrashib ketsa. Hay aka. To'la bu yoqqa. Iltimos, mana shu pulni oling deyman. Hop. O'sha gilamni tekin deb ayting, oilam buzilib Akamga? ketmas. Ha. Hop, hop. Rahmat. Ajrashaman dedingmi? Gapingda turgin. Olib bermayman. Aka, to'xtang. Do'konimizda 5000-chi klienti bo'lgani uchun bu gilam sizga hadya, aka. Yo'q, rahmat aka, shart emas. Biz ajrashamiz. Ikki gapni birda ajrashaman deydi. Bagajni oching. Ha, nimaga olding? Men oilamni o'ylab oldim. Gilam kerak emas menga. Pulni to'lagandan keyin olaman deb. Sizlarga ham kerakmi? Opisaniyada manzillarim, telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Oching bagajni. Ya, lafzing bormi sani? Ajrashaman deganmisan? Ajrashaver. Ayol kishida lafz bo'lmaydi-ku.